Dostlar, bugün sizler bilan birgalikda Minecraft Backrooms o'yinining ikkinchi qismini o'ynashga qaror qildik do'stlar. Biz bilan birgalikda bugün har doimgidek Shahzod o'ynaydi do'stlar. Uning ham YouTube'da kanali bor. Albatta ekranga lavha qo'yib qo'yaman do'stlar. Shahzod salom. Salom hammaga do'stlar. Mana biz o'tgan videoning davomini olishga qaror qildik va yangi videomizni boshladik. Birinchi level bo'libmiz. Birinchi emas, uchinchi. 3-level bo'libmiz mana Ishobek bilan. Hop, mana bu yerda shop dedi. Keling, narsa sotib olamiz. Eng qo'rqinchlisini anaqa qildim, ey. Eng qo'rqinchli zon. Obunachilar uchun. Bu safar videomiz salgina qisqa bo'lsa, xafa bo'lmaysiz. 10 daqiqa yoki 10 daqiqa yoki 15 daqiqa bo'ladi. Uzoq. Kamera salom do'stlar. Salom hammaga. Mana kamera. Chunki do'stlar bu o'yin juda ham odam psixologiyasiga zarar qiladi. Sizlarga bilmasligi mumkin, lekin akalar ko'rdinglarmi? Shahzod xonadon ochiladi. Namuncha qo'rqinchli bu. Sen bu qatorni qara, bu qatorni. Qoch. Voy! Voy! Shobik, tiraldingmi? Ko'rdinglarmi akalar? Akalar, shuning uchun ham videoga albatta like bosib qo'ying do'stlar. Biz buni yana o'ynaymiz do'stlar. Do'stim Shuhratning ham kanaliga obuna bosib qo'ying, mana uni kanali. Yana. Yanami? Yana boyagi zalmi? Shuni. Yo'q, uzal yo'q ekan. Do'stim juda yomon keldi-da, lekin men yuragim yorilayozdi-da. Yana o'sha liminal space akalar. Odamlar terim qiladigan joy. Kerak? Hozir. Sekin mana endi. Qilib kirib olamiz-da. Liftni o'zim yoqdim akalar bu safar. Men yoqdim. Mana Ishobek. Cho'masangiz zapisni ko'r. Zapisni ham ko'ramiz albatta akalar. Kaka, masalan, cho'milamiz hozir. Cho'milamiz? Ha? Qanaqasiga cho'milamiz? Maksim Gorking bekati. Bunimi? Bu yoqqa bu. Bu yerda anaqaga o'xshab qolgan ekan. Ketdik. Bir nimalar qidiramiz. Bu yoniga borsa nima bo'lar ekan, ha? Cho'milamiz Ishobek. Kechqurun juda ham ko'p ish bo'lib ketadi, ishon. Qayoqqa belgilish mumkin? Topamiz. Akalar, keyingi videomizda qanaqa o'yin o'ynaylik va o'yinda nima qilaylik, shuni kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, juda ham ajoyib o'yinlar mavjud. Biz bundan motivatsiya olamiz va kontentlarni yanada qiziqarliroq qilib chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Bu mana xona. Yo'q, bu yerdan kelibmiz. Keyin boshqa xonaga kelamiz. Kech tushsa, lekin ahvolimizda maymunlar sho'rimizga sho'rva to'kiladi. Ishobek. Kitob topdim. Ishobek, bu yoqqa kel. Okey, hozir. Mana bu oq joylarga kirishning iloji yo'qmi? Yo'q. Mana bu narsa. Kel. Bu shu yerda ham bor, ha? Kallam aylab ketdi. Boshim akalar, boshim. Akalar, bu Xorazmlikka. Men ham Xorazmlik. Do'stlar. Boy joyni aylanib keldikmi?
Yo. Bu boshqa joy bu. Fakat bu joy Boshqa ekan, boshqa. juda... Voy! Mana. Yur, tepaga chiqamiz, tepaga. Tepaga. Oo. Tepada hech narsa yo'q-ku. Ha bu berkinishga joy bu Isobek. Ha. Lekin bu o'yinda o'zi nima qilish kerak? Senga savol. Ana o yoqqa boraylikki. Bu yoqda ham eshik bor. Bu yoqda cho'milib. Musiqa sekinlashdi. Ana o kelyapti orqamizdan. Isobekni yedi. Voy meni quvlayapti. Quvlar ekan. Men boshqa joydapman. Quvlar ekan, meni quvlayapti. Isobek meni ko'ryapsanmi? Yo'q, men teleport qilib boshqa. Meni ham teleport qildi. Voy adashib qoldik Isobek. Endi boyagi joy. Ish bor endi. Men nimani topdim boyagi zinali joyni topdim. Tepadaman men. Hozir boryapman men. Sana hozir qidirib topaman. Boyagi zinali joy bor-ku. Yomon qo'rqyapman. Yomon yurar ekan boyagi meni. Akalar bu o'yin sizlarga qo'rqinchli ko'rmasligi mumkin, lekin bizga boshqacha ko'rinadi. Voy! Yedimi? O'ldim. Voy akalar o'ynasa ham bo'lar ekan bu. Animatsiyalar bor ekan. Men chiqyapman mana seni yoningga chiqyapman. Isobek, qara Isobek. Qara. Oh my god. Qara. Animatsiyalar bor. Kemas. Eng birinchi bo'lib chiqib turganini bos mana. Isobek o'zi shunaqa bo'ladi, mana qaranglar, men o'ynab beraman. Isobek, zvukini eshit, ovozini. Nima qilamiz? Biz hech qachon pastga tushmaymizmi? Tushsak o'lamiz-da. Unda qiziq bo'lmaydi. Yuri. Yursangchi. Voy! Akalar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'sha aytganimizdek video juda qisqa. 10 daqiqa. Qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Ha. Video yoqqan bo'lsa videoga like, kanalga obuna bosib qo'ying. Xuddi shunday. Xayr.